Kushxonaga keldik mana. Keling, brat, keling. 58 kilo. Farq qildi-ku bu. Necha pul qilib berasan bo'ladi ham. Aka, kartinka. Foizini hisoblaylik. 58 ga. 62 emas, 60 ga nima qilaver? Javna qalin emas, 60 ga qilaver. Ey zo'r-ku. Yo 60 bo'lsa, yo'q, bo'lmay qolmayapti. Misol qalin emas, o'rta. Yo'q, Rozi bo'lib maqsing? aka 130 ming sotyapman, 125 qilib beraman. Yo 120 mingdan hisoblaganda 60 ga. Endi Ehsonga so'yiladi. Rozi-rizolik bilan bersak, Uyimni eng yaxshisini beraman. Yana rozilik 60 ga mana. Bobbaraga men o'sha har safar kelaman bu yerga, ko'p olib kelaman. Qarang. Qani mashina. Nima? O'rtasa bunga o'rtmaysizmi? Yo ortamiz. O'rtasiz. Mana Bormi masala bormi? 60% ga oldik. Qayergacha o'zi? Menga farqi yo'q, mashinaga bo'lmasin. Rozimisan? Bo'ladi. Olgan sotgan rozi bo'lsin. Barakat dargohida qabul. Ehsonni qabul qilsin. Mashinani ko'chingni o'rtasini oyog'ini bo'ylab beraman. Ey xudo xolasa eng zo'ri.